Nimelerge könmeydi insan Yüreğide yansa muhabbet Baxtimizde sözleydi aman Qara cinin biz düşken sürer Medet bana senin varlığın Mikrin bilen küler bu ağlar Çin muhabbet akiden bilen Dimxonamga tashlasan qadam Çin muhabbet akiden bilen Dimxonamga tashlasan qadam Düşündürme hiç kimge gülüm Benim üçün yalgan dilim Bu taqdirimin sınaqlarıdan Tangutayli bergin kulumni Medet bana senin varlığın Mikrin bilen küler bu ağlar Çin muhabbet akiden bilen Dimxonamga tashlasan qadam Çin muhabbet akiden bilen Dimxonamga tashlasan qadam Çin muhabbet akiden bilen Dimxonamga tashlasan qadam Dimxonamga tashlasan qadam Sametgam ta hozirgacha shunda sexilik qilsimi, mana bu laqamdan hozirgacha qutlanmayotdi. Birdam yumshab, birdam qetib olsa, bu laqabni qanday qutulolay deysa. Osmanның kelinimizga qarchaplayotganligini ko'nglim to'yibla turdi. Bo'lmasa, shuncha uzundan beri chiqmagan gap bugungi kun kelganda to'satdan paydo bo'lib qolamdi. Bunun cho'qim bir sababi bor. Shunda Mozayning yugurish samonliqcha yanga. Lekin mush Mozay qalaymuqam mo'rab o'zining samonligini teppo'g'ichi. Meningcha ular bundaq nachar odamlarning apqashti gaplariga ishinib ketmaydi. O'zing bilasan. Akangni bolalarning kendisida shunda ahvollar cho'ng qildi. Nimishqi bu bolaning peshonasi bunchalar ta'tirdi. Azap oqibat bu bolaning beshiga kilaveramdi deyman qizim. Bunday gaplarga nemish qolsa ishindigansa apa jiningni qiynab. Ha, do'stim ko'z ish qilgansa. Bunday qilsang salomatligingiz ziyonliq. Jinim bolam. Bu gaplarni Ildar akam ovoz qanday bardoshlik beradi. Osman degan dayus nimishqi mening kelinimga buncha bola haqorat chaplaydi degina. Uning maqsadi aniq apa. O yengemni o'chilib buxodan chiqmoqchi. To'ydan burun yengemni Osman o'tirsida gaplarni sizlar desam, hech qaysinglar ishonmadinglar. Ammo uningdan keyin Osman bilan ikkisini aloqalashmoqni rost. Shu Osman mushunda razil usullar orqali qo'soq ko'pikini chiqaryotdi. Quruq so'z, quruq tuhmat degan bek yomon bolam. Akangning vijdoni kuchlik, mijasi ishtik.
Bundaq ishlar chiqaversa, bularning oilasi vayron bo'lib, bolasi yetim bo'lamdiki deb yuragim suvlam turibdi, jinim qizim. Ansirma apa. Akamni Osmonning to'kma chaplayotganligini biladi. Tuhmat degan. Bek yomon haqorat bolam. O'g'ilval bundaq tuhmatga faqat chidayolmaydi. Akam shu tapda qanday bardoshlik berib o'tirayotgandi. Sen beni muşunda qoğdamsan ka? Ha? Ben sana muşunda işte yerpersin de tatlarımını etkanma. Onun kolunun her bala kildi dine rast gelsandım. Sen bana o yana bizi parakençilik silsileden ensireymen diyeşken onu örkütüp koysam bundan kesini boza qilmas ekan debdim. Lekin onun bunda rezilligini bilmabdim. Sen şundaq degashga ehvat yerib menden üçün ilyotdi. Osman degan o nomussiz. Degan aka. Endi men qanday qilaman? Qanday qilaman? Qaynatam bilan qaynopamni Ildirnim yüzüge qanday qarayman aka. Ular endi mening gapimga ishonmaydi. Ishonmaydi. Ular mening eg'rimni hozirgacha ko'tarib keldi. Turmushimiz oxiri bir izg'i tushayotgan chig'ida ularning yuragini qon qildim, qon. Yig'lamasin. Men seni xotirjam qilaman deb aksincha ko'nglimni ranjitib qo'ydim. Seni azob qilib qo'ydim. Meni kechirgin. Qaynatam bilan qaynopam ko'pni ko'rgan, oq ko'ngil, oliyjanob odamlar. Kuyovimizmi oltinga tegishsiz isil yigit. Ko'nglimni yarim qilmasin. Menimcha ular hargizmi bunday apqash deb asal ishni kutgan odamlardan emas. Osmonning bu suiqasdi jazman uzunga bormayli ko'pik aylanib turibkan. Sen xotirjam bo'l. Sen ko'nglingni to'xtat. Tuhmatningki qanchalik qisqa ekanligini bilasan qo'fkan. Asirma. Bu ishlar o'z joyiga tushdi. Hamda. Dostum, bu işini tepip yürüsün. Babamız toğulğanıqı toyğuz etmən degendim isimdə. Mana əmd üçünü məndən anlamay balam işqonlardan anmaqçı bu atıdı. Namussuz. Obdan qıp dikensiz. Asli sizmi? Otning ustiga yog' chechib dikensiz-da. Süshken, əmdi göz. Ahmoqlik qilmang Ildar. Baxtimizni o'z qo'lingiz bilan nobud qilmay desingiz.
Ma'qul. Bering. Bo'ldimi? Rozi bo'ldingizmi? Sizga balimi, xotinmi, oilami kerak yo'q o'xshaydi. Bundaq dininiz bilan bu oxiratga qandaq bardashlik belgili bo'ldi. Bu oilamizni obro'yini yer bilan yeksan qilgan ish tursa. Bu tökmekten to'qib chiqqan odam tamoshimizni ko'rib, kulib o'ynab yursa to'g'ri bo'lamda? Bishimni ichimga tiqib yaqmay yursam, ish plasdan advini bermisam, qo'lida ish kelmaydigan g'ururi yo'q. Yumshoq bosh, ojiz bir mikada qamamda. Men sizni bizga tökmet yapılsa, bizni haqoratlasa, gap qilmay, bishini ichiga tiqib yursin demedim Ildar. Lekin siz hozirla uni izlab borsangiz, qandoq oqibat chiqadiganligini o'ylash vaqtingizmi? Nima bo'lsa bitni bu teradigan og'zini ochamaz qilib qo'yib oldim beshimga. Siz aşı tökmetlerge işiniyotgan o'xshamamsiz? Ishongan bo'lsam bu uyning eshigini mengu ochmaydi. Undaq bo'lsa, xotini bilan farzandiga ishongan, kuyingan odam bo'lsa, og'zidan undaq gap chiqmaydi. Men sizlarga kuyinmayman, ishonmayman demagandimmi? Siz menga ishongan bo'lsangiz, oldi bilan ma gap rostmi, yolg'onmi? Uni kim da'vatidi? Nim maqsad bilan da'vatidi deb aniqlagan bo'lardingiz. Aniqlash hojatsiz Nadira. Bu tökmekten to'qib chiqqanda Osmon ekanligi nihoyatda aniq. Obro'yimizni to'kib oilamizni vayron qilmoqchi bo'lyotdi. Shuni abdaq tumshiq yemisi bo'lmaydi. Biroq to'xta! Nega borsin? Oturun. Yolma yenge. Sizden gapingizni nima ishqimni anglamagandim, jinim singlim.
Osman deya o numussiz. Mağa bundaq tökmet qildiganligini faqatla o'ylamabdiman. Onunğa ig'vo teriydigan fursat bergan dal o'zim. Men bu haqoratga qandoq chidayman? Endi men qandoq qilmoqchiman insonlar? Uning gapiga kim ishinay yenge? Sizga qo'lgan o'rg'a o'zi chudi o'qarniyat. Uning g'arzi hargiz amalga oshmaydi. G'ayratlikroq bo'ling yenge. Sizning bunda azob chekayotganligingizni u anglasa, xo'shalligidan chavoqchanmamdi. Siz undaq deganingiz bilan sog'lab. Bu alamni men tassam mayli. Bitta pasatchilar. Birini 10 qilib ko'zdim. Sizlarning obro'yinglarni tökmamdi sog'lab. Akınız o'xshaydi. Ajoyib. Bu seferlikte qandoq chiday olmayman jinim opa. Mening peshonim nima chiday turdi? Mening savalligim jiq opa. Jinim bolam. İldarcığım. Telefonda almayotdu. Şu ketket yok mu? Nerede düşürgen sen bana? İldar. Oğullar Nadira, ikimiz dursulmaylı yandı. Bana yüz abroy gerek adaş. Hem kızların ağzı muşiga hazır. Yaxşılığımdan birisini bilmedim. Qalan nasihatlarımın kulağıma kirmedi. Onda bu hangi neymiş qilmiz usulü? Undaq deme Mayra. Bu dünyada derdimni aytadigan, sırlarımni bildigan senden başka dostum yok. Ben senden hiç nim yuşamayman. Sen mening savalliklarimni, acizliklarimni bilasa. Bu ishning kelib chiqishiga o'zim sababchi bo'lganligim rost adash. Men nima ish qilmaydigansan? İşenmeyme. Sen burun bu laddandan iş xudoni bilmay ketgansan adaş. Nasihat qilsa o'zingning gapini qilding. Senichi qara endi tushundim Nadira. Osman shu vaqtda shu pul bilan ziboznatlarni bekor bermabdi-ku sana. Adash, sen bunda desang boshqalar nima demaydi u? Deydi albatta. Haqning og'zini to'sib qo'ya olamdi. Sesigan narsani purqi taraf-tarafga taqaydi odamning ko'nglini ilashtirib. Sizning yuzonchi qara burunni qardab bo'lgan. Bo'pti do'stimga deb yuzonni oqartish uchun shuncha tirissam oqarmidi. Endi bu quruq gaplaringlar yuzonni qarni tozalab olmaysiz. Bugun ajab Osman bilan deyishib olgandek meni haqoratlab ketding adash. Ha, men Osman bilan deyishib oldim. Sizning o'sha yaxshilik yarashmaydigan mijozingni bilgachga. Men seni menga yaxshilik qilmadi demadim-ku Mayra. Mushu gaplar to'g'ri sana. Sizning amniyatda mushundaq kunga qilishingdimi, mening mas'uliyatim. Bu nim degina? Sana vaqti-vaqtida qattiq savol qilib turgan bo'lsam, bugungidek patqoq bitib ketmasligim mumkin. Osman bizning shu ojizligini bilib, tattatmay balonga changal solgan gap.
Sen tushunmaganlar, bilmaganlar albatta tushunmaydi bu gaplarga. Undaq olsa nemişqi mende gumonlansa? Qan aytganlarimni ko'zimni oldiga kelib, rasmiy deb o'yladim shu. Ishongan taqda kiyik yetmabdi deb. Ang yaxshi do'stim turib davatgan gapingni qarasin. Ishongan taqda jim yotgan kiyikni qochirayotgan o'zing emasmi, adash? Avan yağız degan gaplarini anglab, shu kiyiklar yana ko'ngan tig'i qaytib kelgan to'g'ri. Hamda do'stimdek gap qilding adash. Abiyam yoqi bir qism gaplarni qilib, ajab qo'rqatding meni. Sana shu gaplar to'g'ri. Sen men bilmaydigan nanama. Tezginangni tatib turmasa, asal yo'ldan chiqib ketsasan. Yo'ldan chiqib ketadigan vaqtlar o'tib ketdi, Mayraxon.